Guliston mahalla fuqarolar yig'ini fuqarolari bugun biz navbatdagi tadbirkorlar va fuqarolar jismoniy shaxslarni uchrashuvimiz belgilab berilgan o'tkazishga ruxsat bersalaringiz, biz Agrobank Denov filiali Guliston mahallasiga biriktirilgan yordamchi yollanma agent xodimimiz bor. Tog'ayli Maftuna, o'zlaringiz hammangiz taniysizlar. Bundan tashqari mahalla bankiri To'rayev Rustam o'zlarini qatnashib turibdi hozir. Shu mahallaga biriktirilishdan maqsad aholini doimiy ish o'rinlari bilan band qilish yoki tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan fuqarolarga o'zini band qilgan holda kreditlar ajratish orqali nimadir tadbirkorlik faoliyatini birlamchi boshlashga yordam berishdan iborat. Bundan tashqari hozir keyingi ikkinchi bunaqada bo'limda o'tamiz yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritsak bo'ladi. Undan keyin mikrofirma yoki oila korxona ochishimiz mumkin bo'ladi yoki MChJ yoki xususiy korxona ochamiz. Undan keyin masalan rivojlanib ketavergandan keyin yirikroq firmalar, xususiy korxonalar ochib, mana shu mahallalarda doimiy ishchi o'rinlar yaratish va aholi bandligini ta'minlashdan iborat vazifalarimiz. Agrobank shu maqsadda biriktirilgan. Xabarlaringiz bo'lsa kerak, mana kreditlar ajratamiz. Kreditlarimiz bir nechta turlari bor. Avvallari mana shu kredit olishda masalan qiynalgan bo'lsalaringiz, masalan hozir nima savollaringiz bo'lsa yoki masalan o'zlaringiz mahallada qarindoshlaringiz yo davralarda o'tirganda mana Maftunaga kelsalaringiz, o'zi konsultatsiya berib, yo'l yo'rini ko'rsatib, nima qilish kerakligini o'rgatib, tadbirkorlikka yo'naltirib yuboradi. Bo'lsa soliq to'lovlaridan imtiyozlar bor. Yoki masalan juda ham ko'rishimiz mumkin yoshlarga ko'p imkoniyatlar berilgan. Ko'mak loyihalari bor. O'sha masalan sertifikatga ega bo'lgan yoshlar qishloq sharoitida bir o'quv markazlari ochmoqchi bo'ladigan bo'lsa, ana shu xonadon ochmoqchi bo'lsa, mana shu stol, parta yoki elektronlik tablo, elektronlik uskunalar olish uchun 100 million so'mgacha mablag'lar ajratilib kelinyapti. Men kredit olmoqchiman. Maydagina kichik sex tikuv ochish uchun 100 million kredit kerak. Buni foiz masalalarini kelishib Mayli, tushuncha beramiz. Shunchalik avvaldan faoliyat yurityaptimi? Yurityapti. Mahalla tomonidan men olganman 30 kattalashtirish kerak. Bo'ldi, tushunarli. 33 million so'm oilaviy tadbirkorlikni olganman men. Kamliklarni kattalashtirishim kerak, shuning uchun 100 million kerak. Tushunarli. Bizda shu zanjir tizimida bor bu narsa. O'sha 49-sonli qarorda 6-bandda belgilab berilgan bu topshiriq bo'yicha to'g'ri kelyapti. Biz sizga o'sha yakka tartibdagi tadbirkor ochishingiz mumkin va kredit berishni o'rganib chiqamiz, loyihalaringizni keyin imtiyozlarni ajratamiz. Qarang aka, hozir 33 million so'mlik kreditdan qancha qolgan asosan? 31 million. Olmoqchi bo'ldim. Yardım işlerini sorayım. O'zingiz nomingizni olasiz. Çağrı var ya. Kamaya gitken. Mayli. Biraz kış gitken de şu işte gerek. Limonariye gelip oraya yaptı. Bundan tashqari mana ta'lim hurmatli mahalla fuqarolari, bugun mazmunli uchrashuvimizdan menimcha savollaringizga javoblar topdilaringiz degan fikrdaman. Agar yana qo'shimcha takliflar, savollar bo'lsa, biz doim sizlarni eshitishga va birgalikda hamkorlik qilishga tayyormiz. Bu mahallada hal qilinadigan ishlarimiz ko'p, loyihalar amalga oshiramiz. Va sizlardan tashabbus, takliflarni kutib qolamiz. Rahmat.